Assalomu alaykum. Hammaga behuda xohlasa Avtoban Xorazm YouTube kanali uchun maxsus Fav Tiger B5110 5 tonnalik kran manipulyator haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bular birin-ketin aytib o'tadi bo'lsak, bu mashinamiz ham 19,5 kamera diska balonlar bilan jihozlab qo'yilgan. Salon qismidan boshlaymiz bu safar obzorimizni, chunki kran haqida to'liq ma'lumotlari keyin berib o'tamiz. Salonimizda sideniya podushka ko'rsatish mumkin bo'lgan. Kamerasi 4 taraflama. Bundan hamma narsaga foydalansa bo'ladi. Konditsioner bor ko'rishlaringiz mumkin. Korobkamiz 6 pog'onali. Spalni hamma jihozlar bilan jihozlab qo'yilgan. Bunda o'zingizga kerakli bo'lgan hamma komfortlarni olishingiz mumkin. Salonimizdan keyin motor qismi haqida ma'lumotlar berib o'tadi bo'lsak, motorimiz 4,2 litr ob'yomdagi turbina bo'ladi. Yuchay motor 130 ot kuchi bilan jihozlangan. Korobkamiz 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisine ega. Ko'rishlaringiz mumkin. O'ta baquvvat etib ishlab qo'yilgan. Bir odam bemalol ko'tarib tushishi mumkin bo'lgan kabinamiz bor. Boshqaruv panelimiz har ikkala tomonda bor. Eng aqlli oxirgi rusumdagi boshqaruv panellarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mashinamiz dizelda harakatlanadi. Dizel baqimiz 100 litr bo'ladi. Endi navbat kranimizga keladi. Manipulyatorimiz 13 metr balandlikka ko'tarilib, 11 metr radiusda ishlanadi. 5 tonna yuklari bemalol o'z nazoratida ushlaydi. Bortimiz uzunligi 420 bo'ladi, enini 220. Bu 60 cm balandlikdagi bort bilan jihozlab qo'yilgan. Kamerani beradi olsak, manipulyatorimiz ham baquvvat ishlab qo'yilgan. Silindr bakimiz, hamma narsalari, troslari o'ta zo'r ishlab qo'yilgan. Bilaman va ko'pchilik bu narsaga qiziqdi. Buni hozir salonimizda tayyor bor. Bemalol kelib xarid etishlaringiz yoki-da ishlatib ko'rishlaringiz, test drive etishlaringiz hammasi mumkin. Agarda sizlar shu Fav Tiger V5110 kran manipulyatorimiz qiziq bo'lsa, hammangizni Xorazmdagi rasmiy diler va Universal Motors rasmiy dilerlarida kutib qolamiz.